Xo'p, demak, Timetables 2020 bu dasturda o'rnatuvchi mana bu bitta fayl bor. Hop, ustanovka qilamiz. Ustanovka qilgan paytimizda tillar bor. Qaysi tilda ishlaydigan bo'lsangiz, o'sha tilda tanlaysiz. Bu yerda o'zbekcha yo'q, shuning uchun ruscha sizga yaqinroq. Agar prezident maktabida yoki ixtisoslashgan maktabda ishlayotgan bo'lsalaringiz, sizlar inglizchani o'rnatganlaringiz maqsadga muvofiq bo'ladi. Chunki xorijiy til, xorijdan kelgan o'sha international teacherlar ham yaxshi ishlaydi shunga. Ruschani tanlaymiz. Mana ustanovka hech qanaqa sizlarga muammosi yo'q. Hech qanaqa savol javobiga qaramaymiz, faqat oldinga tugmasini bosamiz. Bu mana o'rnatish jarayoni bo'lgandan keyin ishchi stolda o'zini belgisi chiqib, ya'ni yorlig'i chiqib qoladi. Mana yorliqlari chiqdi. Biz buni ishga tushirmaymiz. Bu yerdan pitichkani olib, готов tugmasini bosamiz. Endi buni biz ro'yxatdan o'tkazishimiz kerak, ya'ni nimasini qo'yishimiz uchun C-diskda timetables degan papkaga kiramiz. Bu yerda mana rows.exe degan fayl bor. Biz ustanovka qilayotgan papkamiz ichida Cricut degan papkada rows degan xuddi shunga o'xshash mana fayl bor. E'tibor beringlar, bu 17.144 megabayt, bu esa 10 megabayt atrofida. Shuni bu yoqqa kopiya qilib tashlaymiz mana. OK tugmasini bosamiz. Yangilashni xohlaysanmi deydi. Ha deymiz. Mana xohlaymiz. Bosganimizdan keyin buni mana ishga tushirishimiz mumkin. Bu o'sha kalit qo'yilgan holatda ishlaydi. Endi buni ishlatganimizdan keyin mana dasturda ishchi ko'rinishi. Sizlarga bitta narsani oldindan aytib qo'yaman. Bu dastur internetga kirgan paytlaringda mana hozir ishlayapmiz, 2020-yilgi versiyasi. Agar sizda kompyuteringizda internet ishlayotgan bo'lsa, sizga update keladi, ya'ni yangilash uchun yangi versiyasi ishlab chiqarildi, yangilashni xohlaysanmi deydi. Zinhor uni yangilab ko'rmang. Yangilaydigan bo'lsangiz, keyingi masalan 2025-yilgi versiyasiga yangilab oladigan bo'lsa, o'zi buni sizdagi kalit ishlamaydi va o'z navbatda qilgan ratsionalingizni saqlay olmaysiz yoki bo'lmasam o'qituvchilarga tuzgan yangi ratsionangizni noldan qilishingizga to'g'ri keladi. Shuning uchun yangilashni xayollaringizga keltirmanglar. Obnovlение kelsa, yo'q, men obnovlение qilmayman, o'zi yaxshi deb qo'yaverasizlar. Agar obnovlение qilib qo'ysalaring, sizlarda dasturlaring ishlamaydigan bo'lib qolsa, endi nima qilaman deydigan bo'lsa, bitta yo'li bor, dasturni o'chirib, yana boshqatdan ustanovka qilishingiz kerak. Shu jarayonlarda qayta amalga oshirasiz. Qilgan ishlaringiz hammasi mana bu yerda saqlanib bo'lib qoladi, ya'ni saqlangan holatda turadi. Siz bemalol o'sha oldingi qilgan ishlaringizni ochib davom ettirib ketishingiz mumkin. Agar yangi versiya ochadigan bo'lsangiz, yangi versiyada shunaqa bitta sizga muammo bo'lib qoladi. U muammo nimadan iborat deydigan bo'lsangiz, siz yangi versiyani ochib, mana bu faylni ichida qanaqadir bir o'zgartirishlarni qilgan bo'lsangiz, saqlab chiqib ketsangiz, u kalit haligi update qilganingizda kalit o'zgarib ketib qoladi. Keyingi safar kirib o'zgartirish qilaman desangiz yoki bo'lmasam o'sha o'qituvchini dars rejasini ko'rsatib beraman deb mana bu yerdan tanlaydigan bo'lsangiz, kerak bo'lsa mana bularni ustiga yozib tashlaydi yoki bo'lmasam hali ko'rmasligingiz uchun yarmini kesib tashlashi mumkin. Siz bundan to'liq holatda foydalanmaysiz. Mana shunday holatda siz nima qilasiz? Keyin o'chirib turib boshqatdan qilaman deb dasturni o'chirib boshqatdan kirsangiz, endi mana bu saqlagan faylingiz ishlamaydi. Nimaga? Siz 2025-yilgi versiyasida yangitdan ishlatib qo'ydingiz. Shuning uchun hushyor bo'linglar. Har doim backup olib qo'yinglar. Backup bu shu fayllaringni o'sha paytdagi asl nusxasi. Ratsiona tayyorlab bo'lganingizdan keyin nusxasini olib bitta joyga tashlab qo'ying, keyin unda o'zgartirish qilavering. Qachondir qanaqadir buzish qilib qo'ysangiz, siz uni keyin nima qilasiz? Qayta joyiga qaytarib qo'yishingiz mumkin. Dasturda o'rnatish bo'yicha menimcha qiyinchilik